nimaga ishchilar bitta xatoni qayta qilaveradi, sizni bo'lsa asabingiz buzilib ketaveradi. Bunga tadbirkorlarning o'zi aybdor bo'ladi, chunki xodimini oyligiga o'tkazib qo'ygan bo'ladi va u har kuni nimaga pul olayotganini bilmaydi. Uni miyasida u ishga kelsa, ishdan ketsa shunga pul olaman deb o'ylayveradi. Nima qilish kerak? Har kuni qiladigan ishlarini tizimlashtirib berish kerak. Misol uchun xodimingiz $500 pul olyapti, uni 25 kunga bo'ladigan bo'lsa, kuniga $20 pul olyapti. $20 nima uchun beryapsiz? Shunga aniqlik kiritib olish kerak. Misol uchun ertalab soat 9 dan kelib 6 gacha ishlagani uchun $5 dan pul beryapsiz. Yaxshi, kunida joyida ozodalik saqlagan uchun, formada yurgani uchun yana $5 dan beryapsiz. Bu yaxshi $10 kuniga qiladigan minimalni ishi bor. Ya'ni 10 ta qo'ng'iroq, 50 ta mijoz bilan gaplashish va hokazo. Shunga siz yana $5 beryapsiz. Va oxiri hisobot topshirgani uchun, Telegramdan sizga jo'natgani uchun yana $5 beryapsiz. Mana bu siz unga nima qilishini aniq yozib berdingiz. Agar shu ishlarni qilmasangiz, xodim nimaga pul olayotganini bilmaydi va sizda hech narsa o'zgarmaydi. Biznesga taalluqli bo'lgan bunaqa kuchli ma'lumotlarni olish uchun albatta menga obuna bo'lib qo'ying.